Kanadaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishlik bosh elchisi Bopri Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarini Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida uzundan buyon intizor bo'lgan dokladni e'lon qilishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet payshanba kuni komitetning vazifa o'tash muddati 21 avgust oxirlashidan burun dokladni e'lon qilish va'dasini amalga oshirish uchun jafoliq ishlayotganligini, ammo buning har qaysi taraflarning g'oyat zo'r besim ostida ekanligini aytgan edi. Bopri BBC xabar torining kuch va siyosat programmasiga qatnashganda buni e'lon qilmaslikqa bahona yo'q. Hamma ish uning kontrolligida. Agar bundaq bir doklati bor bo'lsa, e'lon qilishi lozim dedi. Yaponiya vaqt gezining xabarlariga qaraganda, Tayvanda jiddiylik kuchaygandan keyin Yaponiya Xitoy bilan bo'lgan g'oyat zo'r boshqariladigan bomba farqini tugutish uchun mingdan ortiq yiroq masofalik chorlag'uchi boshqariladigan bomba o'rnashtirishni o'ylashmoqda. Yaponiya Davlat Mudofaa Ministrligiga qo'rg'uliqqa qo'yib berilgan 12-tipli boshqariladigan bomba o'rnashtirib, ularning masofasini 200 kilometrdan 1000 kilometrga yetkazishni planlagan. Bundaq bo'lganda Yaponiya boshqariladigan bomba doirasini kengaytirib, g'arbiy janubiy orollarni va Kyushu rayonini o'z ichiga oladi. Xitoy armiyasi Amerika dengiz armiyasining ikki urush paraxodining Tayvan bo'g'ozidan o'tish sababidan o'sharlik holatiga kirganligini xabar qildi. Amerika dengiz armiyasining Tinch okeandagi 7-flotining bayonotida USS Antietam va USS Controversy nomli urush paraxodining Tayvan bo'g'ozidan o'tadiganligi e'lon qilingan edi. Yaponiyada eng uzun vazifa o'tgan bosh ministr Shinzo Abening 7-oydagi qaslab o'ldirishining ta'siri davomlashmoqda. Hukumat 27-sentabr poytaxt Tokioda o'tkaziladigan Shinzo Abening rasmiy dafn murosimiga $1,800,000 xarajat ajratishni tasdiqladi. Murosimning yuqori tanarqi to'g'risida talash-tatish davomlashayotgan bo'lib, tanqid qiluvchilar hukumat dafn murosimi chiqimini ustiga olmaslik kerak deb qaragan. Malayziyada hokimiyat yurgizayotgan Birlashma Malay Milliy Tashkilotining raisi Ahmad Zoid Hamidi partiya a'zolarini muddatdan burun cho'ng saylamga qarta jamoat fikrini o'ttirg'i qo'yishga va chiriklik jinoyati bilan turmaga tashlangan sobiq bosh ministr Najib Razaq uchun xalq kechirim tilashga chaqirdi. Hindistonning Noida shahrida taraqqiyot planiga qarshi yasalgan qo'shminar portlatqich dori bilan hukm talqon qilindi. Egilnishicha 30 qavatlik bu ishki egiz bino Oliy sud mahkamasining qarori bilan yiqitib tashlandi. Sudning qaroridan keyin Noida shahridagi Opkis va Kayan nomli munorlarni portlatishdan ilgari minglagan aholi tarqoqlashtirilgan.